Setilib, qaysi xil usulda pishirishni bilmay peshanlar ketib baramdi do'stlar. Men bugun oddiy ham yeyishlik qilib, g'oyatla quruq qozon beliq qo'rimiz qo'rishni olib keldim, ya'ni gangoyu. Beliq yeyishni yaxshi ko'rgan do'stlarim, yurak berib saqlab olib, filmni oxirigacha ko'rib sizlar o'rganib olinglar. Qiynamamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan beliqni yuvib tozalab olgandan keyin ko'rsatilgandek cho'ng kichiklikda to'g'rab tayyorlab olamiz. Endi beliqni tamlantiramiz. Samsaq, so'ng, piyoz, zanjivil, azraq, shinchou, tuz, ahmush, kavavichin berib, orqadan bir tal tuxum chiqib, quruq kraxmalda muvafiq silvitib, yaxshi aralashtirib 20 minut atrofida tamlantirish qo'yib qo'yamiz. Endi qozonga beliq go'sht chilashqidek moy qo'yib, qizigandan keyin beliq go'shtini silib, normal o'tda sarg'ayib pishqicha yaxshi salab ilib olamiz. Shuningdek sarg'aytib olsak bo'ldi ha. Qo'shimcha materiallardan ko'k qizil laza, pash piyoz, samsaq, so'ng piyoz, zanjivillarni ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Qozonga boshqadan azroq moy qo'yib, so'ng piyoz, samsaq, zanjivillarni silib, mizlik burqin chiqarib qo'rib olamiz. Qo'rimiz quruq qozon qo'rimiz bo'lg'achqa, cho'ng ustamning quruq qozon qo'rimi tetqusdan bir bo'loq silvitimiz. Tetqusni silib qo'rib, qizil miyi chiqqandan keyin azroq suv qo'yib, bir shikka aralashtirib, solib olgan beliq bilan tayyorlab olgan ko'ktatni bir vaqt solamiz. Orqadan bularni yaxshi aralashtirib bir qo'rib olamiz. Oxirida kunjit sepib etib, yaxshi bir aralashtirib olsaklam tayyor bo'ldi. Endi ochiq yelaydiganlar menga o'xshashmishnday ko'k qizil shomijodan silib olsanglar, texim yeyishlik bo'ldi. Ajoyib o'xshab ketibdiki, ochiq yemaydigan opam tetib ketgandan shunchalik maqtab ketdi. Sizlar o'rganib oldinglarmi? Har kuni shu vaqt tomoqni yemitishni bilmay vatgan güzellerim,